O'zbekistonning birinchi rahbari Fayzulla Xo'jayev kim edi? Dunyo xaritasida O'zbekiston nomli davlat rasman 1924-yil 27-oktyabrda paydo bo'ldi. Shu kuni Buxorodagi Oq uyda Fayzulla Xo'jayev yangi O'zbekiston Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilganini e'lon qildi. Xo'sh, Amir Olimxon hokimiyatiga qarshi chiqqan, 3 marta o'limga hukm etilgan, 13 yil O'zbekiston SSR hukumatini boshqarib, so'ng qatag'onga uchragan Fayzulla Xo'jayev kim edi? Bu savollarga javob topish uchun biz Buxoroga yo'l oldik. Rasman millat qachon g'ururli bo'ladi? Qachonki o'z tarixini, o'zligini, kimligini bilsa, o'shanda millat haqiqiy millat hisoblanadi. Hurmatli Shavkat Miromonovich, men Kenjaboyev Murodjon sizga muhim bir masalada murojaat qilmoqchiman. Ma'lumki, O'zbekiston tarixida muhim o'rin egallagan davlatimizning ilk rahbarlaridan biri bo'lgan Fayzulla Ubadullayevich Xo'jayevning yashagan uyi hozirda ta'mirtalab holatga kelib qolgan. Bu bino nafaqat me'moriy jihatdan, balki tarixiy va ma'naviy qadriyat sifatida ham yurtimiz uchun muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan mazkur tarixiy obidani restavratsiya qilish, asrab-avaylash va keyingi avlodlarga yetkazish maqsadida zarur choralarni ko'rishni so'rab murojaat qilmoqdaman. Hurmat bilan ushbu masalani tegishli tartibda ko'rib chiqishingizni, ta'mirlash yoki restavratsiya ishlari uchun chora-tadbirlarni belgilashingizni iltimos qilaman. O'z zamonasining bilimdoni, siyosatdon va madaniyatli o'z tarixini yaxshi bilgan inson bo'lgan Fayzulla Xo'jayev savdogar oilasida tug'ilganligi uchun har tomonlama yaxshi ta'minlangan edi. U otasidan qolgan boylikni jadid maktablari ochishga, yosh buxoroliklar faoliyatini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga sarfladi. 1917-yildan boshlab Fayzulla Xo'jayev va Abdurauf Fitrat yosh buxoroliklardan ajralib chiqqan so'l qanotga boshchilik qilishadi. Fayzulla Xo'jayev jazirchilar bilan birgalikda Buxoroda konstitutsion monarxiya, so'ngra demokratik respublika tuzish uchun kurashadilar. Fayzulla Xo'jayev boy ilmiy meros qoldirgan. Uning Buxoro inqilobining tarixiga materiallar, Buxorodagi revolyutsiya va O'rta Osiyoning milliy chegaralash tarixiga doir kitoblari, BXSRdagi iqtisodiy ahvol, yosh buxoroliklar to'g'risida jadidchilar kabi maqolalarning 20-asrning birinchi chorakdagi jiddiy muammolar haqida fikrlari bayon etilgan. Fayzulla Xo'jayev hayoti va faoliyati mustaqillik tufayli chuqurroq o'rganila boshlandi. 1996-yilda o'zbek xalqi o'zining fidoyi farzandi Fayzulla Xo'jayevning yubiley munosabati bilan Fayzulla Xo'jayev asarlari va u haqidagi tadqiqotlar nashr etildi. Xush kelibsizlar mehmonlar bizning uy muzeyimizga, ya'ni Fayzulla Xo'jayev nomli uy muzeyimizga 1990-yilda muzey ochilishi e'lon qilingan. Muzey ochilishi avvalambor boshida albatta kichkina xonadan boshlangan, keyinchalik esa kengaytirilib, barcha xonalari qaytib restavratsiya qilinib, muzey holiga keltiramiz. Ikki qismdan, tashqi hovli va ichki hovlidan iborat bo'lgan. Hozirgi kunda ham ko'rishimiz mumkin. Bu hovlida asosiy ekspozitsiyamiz hozir joy olgan va hozir mana shu ichkari hovlini ko'rib chiqishimiz mumkin. Yana endi tarixiga qaytadigan bo'lsak, mana kirib keldik, ichki hovliga kirib boryapmiz. Bu hozirgi turgan joyimiz tashqi hovli hisoblangan. Qadimda bilamizki, bizda bir udum bo'lgan, ya'ni ayollar va erkaklar hovlisi alohida qismga bo'lingan. Ya'ni hozir turgan hovlimiz bu erkaklar hovlisi hisoblangan. Va ya'ni tashqarida bu yerda kelgan mehmonlar kirishi mumkin bo'lgan, lekin ichki hovlida ayollar faqat kirishi mumkin bo'lgan. Ichki hovlini ham ko'rishimiz mumkin. U yerda xizmatkorlar xonalari ham bor, ya'ni ayollarga xizmat ko'rsatgan xizmatkorlar hamda oshxona qismidan iborat bo'lgan ekspozitsiyamizni ham ko'rishimiz mumkin mehmonlar. Mana xonadonimizning birinchi qudug'i 3 ta quduqdan iborat bo'lgan. Bilamizki, mana o'sha quduqlardan suv olib foydalanishgan. Qadimda mana bu tashqi hovlidagi xonalarimiz hozirda ham muzey hisoblanadi. Muzeyda savdogarlik. Quduq ancha yildan beri ishlatmayotgan muzey. Yo'q, bu hozir ishlatilmaydi. Endi qadimda, lekin asosiy suv olinadigan joy mana shu bo'lgan.
barcha ichimlik suvi ham boshqa yumushlarda foydalanilgan suvlar mana shu yerdan olingan va mana bu bilamizki tashnov deb atalgan qadimda, ya'ni kanalizatsiya hisoblanadi. Hozirgi kunda til bilan aytganda suvlarni barchasini quvurlar orqali tashqariga chiqarilgan. Hozir ham ishlatiladi. Hozir ham ishlatiladi, suv tortadi, bemalol quvurlari tashqariga chiqarilgan buni. Va mana kirib boramiz endi asosiy qismiga, muzeyimizning ichki hovlisiga kirib boramiz. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, uyning mana tashqari hovlisida ham omborxonalar bo'lgan. Omborxonalar ya'ni yerto'lalarda joylashgan. Buning sababi umumiy mana shu hovlining barcha qismi yerto'ladan iborat bo'lgan, sababi bu eng boy savdogarning uyi bo'lgan. Ya'ni barchaga ma'lum ham shu nom bilan ham mashhur bo'lgan, ya'ni boy savdogar uyi hisoblangan. Ya'ni mana bunday koridor deb hozirgi til bilan aytganimizda dolon deb atalgan ayollar hovlisiga eltuvchi yo'l bo'lgan. Ichki hovlimizga, ya'ni ayollar hovlisiga kiradigan yo'l bu dolon hisoblanadi. Mana bunday dolondan kirilgandan keyin chiroyli, hashamatli bir uyning ko'rinishini ko'rishimiz mumkin. Bu ko'rinish qadimdan mana shunday salobat bilan qurilgan uy hisoblanadi. Asosiy uylarimizdan biri bu yozgi uy hisoblanadi. Mana bu ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Chiroyli tabiiy bezaklar bilan bezatilgan, ya'ni o'simliklarning ranglaridan foydalanib mana shunday chiroyli bezak berilgan xonamiz hisoblanadi. Ganj o'ymakorlik san'ati ustiga chiroyli tabiiy mana shunday o'simliksimon gullar hamda ko'rinishi tasvirlangan. Mana bu ayvonimiz hisoblanadi. Ayvonimizning uzunligi 20 metrni tashkil etadi, balandligi esa 8 metr. Juda ham salqin joy hisoblangan. Yozgi kunlarda mana shu yerda o'tirib bemalol salqin joyda yoz kunlarida dam olishgan. Va uy tarixi necha yil tarixi endi o'zi gapingizda bo'ldi. Uy tarixi ana endi 1890-yilga borib taqaladi. Birinchi qurilishi o'sha davrda ostonasi qo'yilgan. Yil 1890-yilda qurilgan. Bu ya'ni 19-asrning oxirida. Bilasizmi, siz bilan suhbatlashdan oldin biz ma'lumotlarga ega bo'ldikki, bu uy ham kasalxona bo'lgan ekan, omborxona ham bo'lgan ekan va 96-yil o'sha Fayzulla Xo'jayevning 100 yilligiga qaytadan muzey qilib ochilgan. Restavratsiya qilinib, ochilgan. Mana shu yillar davomida bilamizki, endi Fayzulla Xo'jayevning ayanchli taqdiridan keyin bu uy talon-taroj qilingan. Fayzulla Xo'jayev nimaga qatl qilingani e'lon qilingandan keyin ruslar tomonidan talon-taroj qilingan. O'sha hatto ekspozitsiyamiz ham bor. O'sha talon-taroj qilingan paytda uylarning qanchalik tintuv o'tkazilgan. Nima qidirishgan? Oltin qidirishganmi? Ha, Fayzulla Xo'jayevga nima tegishli bo'lsa, hammasini olib ketishgan. Hozir ekspozitsiyamizda turgan eksponatlarning Fayzulla Xo'jayev oilasiga hech qanday daxli yo'q. Sababi bu oila mana shunday nima qilingan, xalq dushmani deb e'lon qilingandan keyin barcha boyliklari talon-taroj qilingan va ruslar tomonidan barchasi olib ketilgan. O'zi Fayzulla Xo'jayev bilamiz, boy savdogar, necha avloddan beri yig'ib kelingan boyliklar egasi hisoblangan. Ya'ni otasining boylik amirning boyligiga teng bo'lgan, hatto oshig'i bilan ham bo'lgan. Chunki Qorodagi eng boy savdogar hisoblangan. 4 ta savdogarlardan biri deb eshitganmiz bunda orqasi bilan. Shu uchun Fayzulla Xo'jayevning uyi ham qadimda eng boy savdogarning uyi hisoblangan. Shu bilan ham juda ham mashhur. Fayzulla Xo'jayev 1913-yilda jadidchilar harakatiga qo'shiladi. Bu harakat Buxoro sharoitida ma'lum taraqqiyot ahamiyatiga ega edi. Mana hozir kirib kelayotgan joyimiz bu xonalar, yozgi xonalar hisoblanadi. Aynan Fayzulla Xo'jayev oilasidagilar mana shu yerda yozgi xonalarda, yoz kunlarida istiqomat qilishgan. Mana 3 ta xonamiz, yotoqxona hamda o'rtadagi dahliz deb atalgan va asosiy mehmonxonamiz hisoblanadi. Mehmonxonada bazmlar, marosimlar, barcha yig'ilishlar mana shu yozgi xonada o'tkazilgan asosiy mehmonxona hisoblangan va bu mehmonxonaning balandligi 8 metr va uzunligi esa 10 metrni tashkil etadi. Qadimiy uslubda ko'rishimiz mumkin, mana bolor deb ataladi. Bu ustunlar ganj o'ymakorlik san'ati o'ymakorlik bezagi bilan bezatilgan, devorlari esa ganj o'ymakorlik bezagi bilan bezatilganligini ko'rishimiz mumkin. Bu yerda ham tabiiy ranglardan foydalanishgan.
Afsuski bu asl holati emas, lekin asl holatini tiklashga harakat qilishgan, ya'ni restavratsiya qilingan bu xonamiz. Ya'ni o'sha vayrona bo'lgan paytda, endi bilamiz bu necha yillarda davomida avtoda bo'lib, xonalar qarovsiz qolgan va ham maktab, keyinchalik poliklinikaga aylantirilgan necha yillar davomida va mana shu UNESCO ko'magida 1896-yil restavratsiya qilingandan keyin mana muzey tashkil etilib 100 yilligiga. 100 yilligiga atab muzey keyin ochilgan. Endi o'sha 96-yilgacha bu davlat qoshida bo'lganmi yoki bir xususiy qo'llarda bo'lganmi? Xususiy qo'llarda bo'lgan. Xususiy qo'llarda bo'lgan bo'lsa, keyin davlat uni sotib oladilar. Ha, davlat o'z qaramog'iga olgandan keyin UNESCO Endi bir savol ko'magida tug'iladi. O'zidan o'zi shunday oladimi yoki o'sha xususiy qo'llarga qandaydir bir pul berib sotib olinadimi? bu yerlar aslida sotib ketilgan. Sababi Hozirgi sababi Fazlixo'jayevning uyi juda ham katta maydonni egallagan. ko'rdik, restoranlar- Atrofidagi ko'rgan bo'lsalaringiz, uylar ham hattoki Fazlixo'jayevga tegishli bo'lgan, lekin keyinchalik sotilib ketilgan. Keyinchalik davlat tomonidan qaytib sotib olinib, Yara. yig'ilib muzey tashkil etilgan. Sababi biz kecha sizga misol qilib keltiramiz. Qozog'istonning o'sha vaqtdagi CKKPSS Konayev degan insonni uy muzey qilishganda, uy muzeyini qilish uchun davlat xususiy qo'ldan 2 million dollar pul berib sotib olgan. Bu uyni qanchaga sotib olganlar? Bu haqida lekin aniq ma'lumotlar Ha, yo'q. bo'ldi. Endi qanchalik Biz endi sizga misol aniq. qo'ydik. Lekin to'g'ri ish qilingan, bor. Lekin atrofidagi uylar ham hozir mana e'tibor bering, Gipsda ularning devorlari, e'tibor bersangiz ayrim uylarning davomi ham bo'lgan bu uylarning. Afsuski, endi shaxsiy mulkka aylantirilgandan keyin qolgan qismi, saqlanib qolgan qismi mana hozir ko'rib turgan joylarimiz Asosiy saqlanib qolgan shu joy. Asosiy joy. Qolgan joylar endi o'zgartirilgan. Ha, o'zgartirilgan, shaxsiy mulkka aylantirilgandan keyin hozirda endi boshqalarga tegishli bo'lgan Bizga hudud rasmlar hisoblanadi. Ha, mana bu yerda oila a'zolarini ko'rishimiz mumkin. O'sha davrda tushirilgan suratlari, mana markazdagi Fazlixo'jayev o'zlari hisoblanadilar. Mana suratlari ko'rsatilgan, ayollari, mana ko'rsatilgan ayollari va opalari, mana bu yerda onalari va qizlarining suratlari ko'rsatilgan. Hozir Asosiy nechinchi yilligi surat taxminan deb o'ylaysiz? o'sha nima olingandan oldingi surat. Hibsga olingan. Hibsga Bilamizki, olingan, ha. bular hibsga olingan. O'sha davrdan oldinda tushilgan. Bular endi hammasi oilaviy tushgan surat emas. Birga tushgan surat emas. E'tibor bering. Yig'ilgan surat hisoblanadi. Ha. Chunki mana bu yerda esa qizlari, o'g'illari bilan tushgan suratlari. Bu keyingi davr endi Va shu davrda shu joyda bir savol tug'iladi. Hozirgi kunda avlodlardan kimlar qoldi? bor. Rudolf Barxtga yorqin bir misol. Hozirda Toshkentda yaqinda ekspozitsiyamizga yangi eksponat yubordilar. Mashinka o'zlaridan edi, xatlari bilan yozib qoldirganlar. U kishi o'zlari vrach, hozirda faoliyat yuritib kelayotgan. Yoshlari katta bo'lsa-da, lekin o'zlari vrach bo'lib, mana yillar davomida Toshkentda yashab, o'sha yerda yashab o'z faoliyatlarini Endi yuritganlar. Avlodlari qanaqasi? Qizlaridan? Qizlarining farzandlari. Rudolf Barxt qizlari surgun qilingandan keyin onalari bilan Onalari vafot etadilar. Ha, vafot etadilar. O'sha nimada turmada bo'lgan paytlarida sovuqdan onalari chidolmay vafot etadilar, lekin qizlariga vasiyat qilib, men mana shu azobni ko'rib, shafqatsizlarcha endi ularni sovuqda saqlab, qizlari ham yosh bo'lgan o'sha davrda, men vafot etyapman, qurbon bo'lyapman, lekin sen begona yurtlarda vafot etma. Men uchun kurash, otang uchun kurash, chida deb qizlarga vasiyat qilib qoldirgan onaizor qiz qo'lida vafot etadi. Hattoki bu haqida Viloyat Xo'jayeva yozib qoldirganlar. U kishining yagona haykalchalari qo'llarida bo'lgan. Otalari tomonidan sovg'a qilingan haykalcha. Alohida ekspozitsiyamiz bor. Bu mavzuga bag'ishlangan, otalari tomonidan sovg'a qilingan, umrlarining oxirigacha u kishidan vasiyat deb keyinchalik muzeyga kelib topshirganlar. U kishi yana bu rasmlar haykal ko'ryapmiz. Ruxsatingiz mumkinmi? Bemalol. Bu yerda endi turli xil rasmlar bor. Savdogarlarning suratlari, qadimda Fazlixo'jayev tushgan suratlari, bilamiz, yig'ilishlarda ko'p bo'lganlar. Bu suratlar haqiqiy suratlar. Ha, haqiqiy.
haqiqiy. Sekretar из Узбекистана. Mhm. Хо'p. Зампреду ЦИК Манджара Xo'jayev день празднования основания 1935-yil. Всероссийского. Уже men o'ylabman bu unaqa kopiyasimi debman. Yo'q, haqiqiy suratlar. Haqiqiy suratlar ekan. Yuqori qarshi. Ayrimlar kelib muzeyga topshirib ketishadi, mana bo'lgan odamlarda endi bor-ku, bobolari qadimdan saqlab kelishgan turli xil suratlar keltirib ko'rsatishadi. Ayrimlari mana shunday qo'yib ketishadi bemalol. Bizga qiziq. Aha. Bizga qiziq. День собрания Bashrakov okrugi. Turli xil majlislarda bo'lgan suratlari ko'rsatilgan. 22-yil. Qoyil. Va bu albomda nima endi? Bu yerda ham suratlar, oila a'zolari bemalol. Bizga qiziq. Aha, bemalol Fayzullo Xo'jayevga tegishli bo'lgan. Kamerani sizdan so'raymiz. Bir o'tirib uni qilsak. Bemalol ana bu yerda o'tirib buzib qo'ymaylik biz. Yo'q. Aytib o'taymi nomlari bilan? Bo'ldi, biz unaqa varaqlaymiz, siz aytib o'tiraverasiz. Fayzullo Xo'jayevning oila a'zolari bilan tushganlari, Fayzullo Xo'jayev mana onalari bu yerda ko'rsatilgan, Rayhon bibi, opalari, Robiya opa, xotinlari Malika opa va qizlari Viloyatxon tushgan suratlari. Bu yerda qizlari. Faqat mana qizlari yoshliklarida tushgan suratlari. Qizlari juda ham ilmli, rus tilini, fransuz tilini o'z tilidek bilgan ayol. Keyinchalik yana Rossiyada ham tahsil olgan, juda ham ilmga chanqoq ayol bo'lganlar. Bu yerda ham mana endi Fayzullo Xo'jayevning oila a'zolari o'sha paytda surgun qilingandan keyin o'sha davrda Fayzullo Xo'jayevga kim tegishli, hattoki Xo'jayev familiyasi bo'lsa ham, hech qanday oilaga aloqador bo'lmasa ham, o'sha davrda hibsga olinib surgun qilingan. Shunchalik Fayzullo Xo'jayevga juda ham qattiq unaqa qilinganda, hukm o'qilgandan keyin hattoki familiyadoshlari ham surgun qilinib qattiq jazolangan. Rasmda? Mana Rudolf Barx. Vrach dedik, suratlari ko'rsatilgan. Qidirib topamiz, xolasa boramiz. Rudolf, sizdan kontaktlar so'raymiz. Hozirda biz bilan aloqada u kishi yaqinda nomerlarini qoldirib, bizga yuborib, xatlar yozib turishadi. O'sha esdalik uchun bizga mashinkalarini berib yuborganlar. Endi bobolarning muzeylariga nima sifatida qo'yilsin, eksponat sifatida qo'yilsin deb iltimos qilinib, hozir ekspozitsiyamizdan joy olgan bu eksponat. Yo'ldosh Oxon Boboyev tanidim. Shaxsiy siyosiy shaxslar bu yerda majlislarda tushgan suratlari. Mana bu yerda ham majlisda. Bilamiz, Moskvada ko'p bo'lganlar majlislarda. Moskvada o'qib, dunyoqarashlarini kengaytirib, juda ham bir narsaga juda ham nima qilinaman, faxrlanaman. Fayzullo Xo'jayev o'sha avloddan avlodga kelib qolib kelgan boyliklarini, barchasi hozir dedik-ku, amirga teng bo'lgan boyliklarini yoshlarni, Buxoroning yoshlari ilmli bo'lish uchun barchasini sarflab, hammasini mana shunga sarflaganlar. Oxiri tinigacha. Bir tiyin qolgancha mana shu yoshlar ilmli bo'lishi uchun sarflaganlar, lekin afsuski ruslar tomonidan shunchalik shafqatsizlarcha siyosat qilinganki, o'sha Fayzullo Xo'jayev tomonidan o'qitilgan yoshlar bor-ku, boshqa chet elda bo'lgan yoshlar hammasi olib keltirildi. Olib kelinib qatl qilingan. Shunchalik shafqatsizlikda yoshlarga ham nisbatan. Ya'ni ularning asosiy maqsadi ilmlilarni yo'qotish. Asosiy maqsadi shu bo'lgan. Fayzullo Xo'jayev yoshlarning ilmli bo'lishiga juda ham qattiq kurashgan, shunga harakat qilgan shaxs hisoblanadi.
endi ruxsatingiz bilan man unaqa qilsam. Bemalol. Постановление Кабинета министров Республики Узбекистан о праздновании 100-летия со дня рождения Файзуля Ходжаева. Учитывая особое значение видного государственного и общественного деятеля Файзула Ходжаева в истории Узбекистана, Кабинет министров постановляет широко отметить в 1996 году 100-летие со дня рождения Файзула Ходжаева, создать при заместителя премьер-министра Республики Узбекистана Саид Хасимова Республиканская организация Комитет по подготовлению проведения юбилея. Представитель Кабинет министров И.А. Каримов, город Ташкент, 22 февраля 1996 год. Rahmat. 100 yilligi arafasida mana shunday nima qilib Mana sekin muzey ochilishi. nima qilib. Bu kishi nima deydi, men o'qiganimizda o'sha Moskvaga o'qigan borganlarida dunyo qarandoshlarini kengaytirib bilganlarki, islohot o'tish kerak. Bu yerdagi islohotlar lekin ba'zi birlarga yoqmagan, qattiq unaqa deydi, hujumga uchragan. Keyin bir nima professorning Inoyatovning nimalari kitoblari bor bizda. U yerda bir onalar bilan bo'lgan suhbatlari o'sha yerda yozilgan. Shuna charchab kelgan paytlarida onalari bilan "Senda ona rahm keladi, o'g'lim dam olgin. Charchab ketding, juda ham siyosiy ishlar bilan, davlat ishlari bilan bo'lib, juda ham charchab ketding" deganlarda Fazlul Xo'jayev javob bergan. O'sha paytda juda ham bir o'sha davlatda tinchlik bo'lmagan paytda, boshlanishi arafasida bo'lgan. "Onajon, shu payt dam oladigan vaqt emas. Men shu payt kurashadigan payt. Ilmlarimni ishlatib, bilimlarimni mana shunday o'shalardan foydalanib, aynan Buxoro ahlini mana shunday nimadan, qanday desam, o'sha davrda endi bir nima bo'lgan-ku, bosimdan qutqarishim kerak. Mendek shaxslar qutqarmasa, davlatimni shaxslar mana shunday fuqarolarni kim qutqaradi? Men uxlab yotsam, davlatimni kim qutqaradi? Mening mana shunday fuqarolarim haqida kim?" O'shanda o'z fikrlarini bildirgan shunday bir yurakka yaqin bir nimalarni, so'zlarni aytadilarda. Mana shunday shaxslar bo'lgan deymanda, mana o'z xalqi uchun, o'z fuqarolari uchun kuyib, yonib, o'zini o'ylamasdan o'qqa cho'qqa urib, xalqini qutqarish o'ylovida o'sha xayol bilan yurgan Fazlul Xo'jayev. Lekin afsuski, oxirigacha mana ayanchli taqdir bilan. Mana ayanchli taqdir deymiz, lekin mana hozirgi kunda u kishini qabrlari noma'lum. Endi bilamizki, otishga hukm qilingandan keyin Kommunarka degan hozir Moskvada joy bor. Bironta o'sha yerda qatl qilingan mana shunday shaxslar, xalq dushmani deb e'lon qilinib qatl qilingan shaxslar birontasida qabr yo'q. Faqat ularning bir qog'oz spisk, ya'ni ro'yxati bor xolos. Yaqinda mana shu Xudo rahmat qilsin, yaqinda Inoyat professorimiz borib bo'lgan, necha yil oldin borib bo'lgan, o'sha yerda ko'rib nima qilganlarida u kishining qabrlari yo'q. Faqat o'sha ro'yxat asosida u kishini topib, haqiqatdan ham o'sha yerda qatl qilingan, o'sha spiskda nimalari bor, familiyalari bor. Lekin u yerdagi birontalarning qabrlari yo'q. Afsuski, birontalari qabrga qo'yilmagan. Umumiy qabriston hisoblanadi. Alohida endi bilamizki, otib tashlangan, ularni ustidan shunchalik yopib nima qilingan, tamom. Alohida hech qanday qabr qilinmagan. Bu xonamiz yozgi xonam hisoblanadi, yotoqxona hisoblangan va mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Xonalarning asl ko'rinishi, ya'ni restavratsiya qilinmagan holati saqlanib qolingan bu yerda. Mana bu endi hozir yuqori qismi ko'rinmagan, lekin yozuvlarga e'tibor beringlar. Qadimda yozuvlar ham bo'lgan. Har bir xonaning tepa qismida mana shu arab yozuvidagi yozuvlar bo'lgan. Bu yozuvlarda har bir xonaning ta'rifi berilgan. Arab yozuvida fors tojik tilida xonaga ta'rif berilgan. Ya'ni xonaning qanday ob-havoga ega ekanligi, ko'rinishi, ko'rkamligi barchasi mana shunday ta'riflangan, chiroyli so'zlar bilan, nutqlar bilan ta'riflangan va mana shunday e'tibor beringlar, har bir xonada bezak sifatida, ya'ni qadimiy uylarimizda urush bo'lgan, bunday ko'rinish tokchabandi deyilgan qadimda. Tokchabandi mana shunday uylarning bezagi hisoblangan qadimda. Mana shunday ko'rinishga ega bo'lib, uydagi qimmatbaho idishlar mana shu tokchalarda saqlangan.
o'sha davrda urf bo'lgan va har bir xonada madon bo'lgan, e'tibor beringlar. Madon qismida qadimda endi bilamizki, ham ortiqcha narsalar saqlanadigan uy bo'lgan, xona bo'lgan bir. Ortiqcha bo'lgan uylardagi kiyimlarmi, boshqa narsalar. Hamda har bir mana shu madonda tashna bo'lgan. Ya'ni kanalizatsiya bemalol yuvinish uchun sharoit. Hammom vazifasini ham o'tagan. Mana shunday madonlar har bir uyda bo'lgan. Mana hozir mehmonxonaga kirganimizda ham yuqori qismida nimasi bor? Madon xonasi bor. Boshqa xonalarda ham xuddi shunday har bir xonada madon bo'lgan. Va mana bu tepa qismiga e'tibor beringlar, alohida bir ikkinchi qavatda joylashgan xona bo'lgan. Bu xonalardan bemalol uy egasi endi bazmlar bo'lgan paytda, biror yig'ilishlar bo'lgan paytda bilinmasdan ko'rish imkoniyatiga ega bo'lgan. Hamda yoki biron qizlar endi uydagi qiz tomosha qilish endi bazmga chiqishi mumkin bo'lmagan yosh qizlar mana shunday joydan bemalol ko'ra olishi mumkin bo'lgan. Savol tug'iladi. Bu bet ataylab restavratsiya qilinmaganmi yoki shunday bir bu saqlanib qolgan asl holatini saqlash maqsadida. Ko'rsatish uchun. Ko'rsatish uchun asl holati mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan. U mehmonxonamiz hammasi joyi restavratsiya qilingan, lekin bu joyi saqlab qolingan, asl ko'rinishini ko'rsatish maqsadida. Shu Fazlixo'jayevning uyining asosiy hovlisida turibmiz hozir. E'tibor beringlar, uylarning qadimda qurilishiga ham, ya'ni joylashuviga e'tibor berib qurilgan. Mana bu xonalarimiz qishki xonalar hisoblanadi. Qishki xonalar quyoshga qarab qurilgan. Ya'ni qish kunlarida quyosh yordamida isitilishi sababli aynan mana shu quyosh tomonda qurilgan. Mana bu tomondagi xonalar yozgi xonalar hisoblangan. Yozgi xonalarning aynan soya joyda qurilishining, ya'ni yoz kunlarida salqin bo'lishi uchun soya salqin yordam berib, uylar salqin saqlangan. Endi hozir bir savol tug'iladi. Mana bu oynalar ham oldin ham bo'lganmi yoki oynalar keyin qo'yildimi? Keyin qo'yilgan, bu panjaralar bo'lgan. Panjara bo'lgan, bu keyinchalik, lekin mana bu asl saqlangan eshiklar, yog'och eshiklar asl saqlangan. Asl. Bu yerda hech qanday nima deydi? Oshiq deymiz-ku, yo'q. Ha, bo'ldi. Qadimgi saqlangan asl yog'och eshiklar. Hattoki bular eksponat hisoblanadi. Har bir eshikka nomer qo'yilib, bular eksponat sifatida hozirgi kunda saqlanadi muzey fondidagi eksponatlar. Va mana bu yerdagi xonalar esa kuzgi xonalar hisoblangan. Hozirda esa bu yerda ham ekspozitsiya tashkil qilingan. Ya'ni Fazlixo'jayev oilasining, ya'ni ayollarning taqdiri deb nomlangan ekspozitsiyamiz joy olgan. Hurmatli Shavkat Miromonovich, men Kenjabayev Murodjon sizga muhim bir masalada murojaat qilmoqchiman. Ma'lumki, O'zbekiston tarixida muhim o'rin egallagan davlatimizning ilk rahbarlaridan biri bo'lgan Fayzulla Ubadullayevich Xo'jayevning yashagan uyi hozirda ta'mirtalab holatga kelib qolgan. Bu bino nafaqat me'moriy jihatdan, balki tarixiy va ma'naviy qadriyat sifatida ham yurtimiz uchun muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan mazkur tarixiy obidani restavratsiya qilish, asrab-avaylash va keyingi avlodlarga yetkazish maqsadida zarur choralarni ko'rishni so'rab murojaat qilmoqdaman. Hurmat bilan ushbu masalani tegishli tartibda ko'rib chiqishingizni, ta'mirlash yoki restavratsiya ishlari uchun chora-tadbirlarni belgilashingizni iltimos qilaman. Oldindan bildirgan e'tiboringiz va harakatlaringiz uchun chuqur minnatdorchilik izhor etaman. Kenjabayev Murodjon, Sharq ko'zi YouTube kanali. Mana bu ekspozitsiyamiz ayollar taqdiri deb nomlangan ekspozitsiya hisoblanadi. Hozirgi kunda bu yerda Fazlixo'jayev oila a'zolarining suratlari saqlanadi. Ya'ni ayollarning suratlari va o'zlarining suratlari, katta portretlari mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Hamda mana bu yerda ham o'sha davrda otilishga hukm qilingan davrda 1937-yilda bilamizki, hukm qilingandan keyin mana bu yerda o'sha ekspozitsiyada joy olgan.
va mana bu yerda esa xarita ko'rsatilgan. O'sha davrda surgun qilingan joylarning xaritasi ko'rsatilgan. Hamda qizlari mana ko'rishingiz mumkin o'sha surgun paytda tushgan suratlari. Qoyili. Daraxtlarni yiqish payti. Qizlari o'sha paytda turmush o'rtoqlari bilan o'sha yerda tanishganlar. Bu kishini ham oilalari surgunda bo'lgan. Turmush o'rtoqlarining. Turmush o'rtoqlari yo Ukrain yo yevriy. Yo'q, bu kishi nemis. Nemis? Nemis. Sababi O'sha surgun qilingan nemislardan hisoblangan bu kishi. Rudolf Barxtning otalari, Viktor Barxt. Shuning uchun unaqa ekanda nomlari ajoyib ekan Barxt nemis ismlari. Va mana bu yerda ko'rishingiz mumkin Viloyat Xo'jayevning qizlarining suratlari va o'sha aytib o'tganimdek haykalcha. Fazli Xo'jayev o'z qiziga sovg'a qilgan haykalcha o'sha surgunda bo'lgan paytlarida mana shu haykalchani qo'llaridan tushirmay asrab saqlab otalaridan esdalik deb keyinchalik muzey tashkil qilingandan keyin muzeyga topshirilgan maxsus sovg'a hisoblanadi. Xo'p, endi savollarim bor. Bu statutga nechinchi yillar taxminan o'sha endi Fayzulla Xo'jayev qizlariga bergan? Yoshligida kichkina qiz bo'lgan paytlarida sovg'a qilingan. Endi shunda Fayzulla akaning bitta qizlari bo'lgan. Bitta qizlari bo'lgan. Xo'p, yana bir aniqlashtiruvchi savol, agar men adashmasam Fayzulla akaning ikkita turmush o'rtoqlari bo'lgan, ikkita ayollari bo'lgan. Yo adashyapmanmi shu yerda? Endi hech qanday desam, aniq bir ma'lumot yo'q. Ayrimlar ma'lumotlarga qaraganda endi buni nimaga aytish Wikipediyada agar shunday qidirsak, biz ham shunga qiziqib bir nima qildik. Hattoki shunday ma'lumotlar bo'lganki, kelgan mehmonlar yo'q, Fazil Xo'jayevning bitta ayollari bo'lmagan. Endi xuddi amirda nechta kanizak bo'lgani kabi unaqa endi rasmiy emas-u. Sizga biz og'irligimiz tushmasin. Hozir mana shu yerda 1 minut. Shu yerda turli xil ma'lumotlar bor-da, bir aniq bir fikrga kelish qiyin shuma. Lekin rasmiy bitta ayollar bo'lgan Malikaxon. Xo'p, oilasi deylik. Xo'p. Lekin u haqida aniq yoritilgan bir ma'lumot yo'q. Shuning uchun biror nimaga asoslanib ayta olmaymiz. Ikkita ayollari bo'lgan debda. Bitta rasmiy ayollari shu kishi Malikaxon bo'lgan. Shuning uchun faqat shu kishi haqida gapiramiz. Lekin boshqa yon tomondagi ma'lumotlarni olsak, unaqa xotini ham bo'lgan degan ma'lumotlarni ham eshitdik-da endi. Aniq bir odamlardan kelgan ma'lumot-da endi bu. Balkim u norasmiy bo'lgandir, bilmadik lekin. Viloyat Xo'jayeva nechinchi yil olamdan o'tdilar endi shunda? Viloyat Xo'jayeva aniq bir nimamiz yo'q hozircha. Lekin ancha yillar davomida yashaganlar. Bu kishi ikkinchi turmush ham qurganlar. Ikkinchi turmushlardan ikkita farzandlari ham bor. Rudolf Barxtdan tashqari ikkita yana farzandlari Aziz va Konstantin o'g'illari ham bor. Ular ham hayot. Ular ham hayot. Lekin O'zbekistonda yo'q ular. Boshqa davlatlarda, chet ellarda. Faqat Rudolf Barxtning toshkentdaliklari haqidagi aniq ma'lumotga egamiz. Ana yaqinda kelgan eksponat. Endi biz ham bu kishi bu yerda emas deb o'ylar edik, lekin yaqinda xat yozib, mana xatlarini o'qib berishim ham mumkin. Kattaroq olasizmi? Kattaroq nimaga kadrga olasizmi endi? Добрый вечер, дорогие сотрудники. Добрый день, дорогие сотрудники музея. Здравствуйте, пишу вам небольшое письмо и прошу принять старинную швейную машинку. Этот инструмент находится в моей семье. Hozirgacha ma'lumot berib turadilar. Bemalol. Yoshida Fazil Xo'jayev bilan birga yo'lga chiqqan paytlarida yo'lda vafot etadilar. Haj safaridagi yo'lda. Keyin o'sha yoshliklaridan boshlab o'z zimmalari. Hozir mana yurib borayotgan joylarimizning ostki qismi yerto'lalar bo'lgan. Mana shu Fazil Xo'jayev oilasiga tegishli bo'lgan boyliklar, mollar, yana bilamiz savdogarlik bilan shug'ullanishgan. O'sha barcha tovarlar mana shu yerto'lalarda saqlangan. Mana bu joy esa mana bu xonaning o'zi xizmatkorlar xonasi hamda oshxona hisoblangan. Oshxonada Fazil Xo'jayev oilasiga
alohida mana shunday tayyorlangan taomlar aynan mana shu oshxonada tayyorlangan. Xizmatkorlar tomonidan. Sofiya oshining qozoni. Mis qozon. Mis qozoni. Haqiqiy. Endi bu interyer, oshxonaning interyerini ko'rsatish maqsadida qo'yilgan bu eksponatlarimiz hisoblangan. Qadimda ham mana shunday ko'rinishdagi buyumlardan foydalanishgan va Fayzulxo'jayevning oila a'zolari uchun mana shunday xizmatkorlar alohida bir mazali taomlar pishirishgan shu joyda. Mana shunday ko'rinishga ega bo'lgan. Ularning ko'rinishini mana bu yerda suratlardagi namunalardan ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu qadimgi oshxona jihozlari foydalanilgan. Bilamiz, mana bunda go'shtlarni maydalashgan, hozirgi qiymalagichning nima qanaqasi ko'rinishi, mana manti qozonlar qanday ko'rinishda bo'lgan. Hattoki mana bunday shashlik qadimda ham bo'lgan. Dudlangan taomlarni pishirish uchun bemalol mana shulardan foydalanishgan. Mana buni xompo'sh deymiz. Xompo'sh ya'ni ovqatlarni turli xil naqalardan himoyalash uchun ovqat ustiga mana shunday bir yopish maqsadida foydalanilgan idish hisoblangan. Mana bu yerda tashnavlarning ko'rinishi, suvni bilamiz, tashqariga chiqariladigan yo'l, kanalizatsiya hisoblangan. Tarozilar mana turli xil ilig'ichlardan foydalanilgan. Turli xil xumlardan foydalanilgan. Yer ostiga qo'yilib, yopilgandan keyin suvni biron mahsulotni muzdek saqlash uchun foydalanilgan xumlardan ham foydalanishgan. Turli xil shakldagi, ko'rinishdagi xumlar bo'lgan. Buni bilamiz, qadimda xolodilnik bo'lmagan. Mahsulotlarni buzilmasligi uchun mana shunday sharoit qilingan. Mana bu xonamiz xizmatkorlar xonasi hisoblangan. Fayzulxo'jayev oilasiga xizmat qilgan barcha xizmatkorlar mana shu xonalarda istiqomat qilishgan oilalari bilan va hozirgi kunda esa savdogarlar deb nomlangan mana bunday ekspozitsiyamizni ko'rishingiz mumkin. Bu ekspozitsiyada savdogarlar tomonidan turli xil davlatlardan keltirilgan buyumlar. Bilamizki, Buxoro shahri Buyuk Ipak yo'li chorrahasida joylashgan. Shu qadimgi davrdan 14-15-asrdan beri savdo sotiq juda ham rivojlangan bo'lgan. Shu sababli aynan shu oila ham savdogarlikka juda ham yaqin bo'lganligi sababli bu ekspozitsiyamiz ham shunday nomlangan. Ya'ni savdogarlar tomonidan olib kelingan turli xil o'ymakorlik ishlari, ya'ni kandakorlik ishlari namunalarini, sopol idishlarni ko'rishimiz mumkin. Hamda Rossiyadan keltirilgan turli xil bunday ko'rinishdagi samovarlarni ham ko'rishimiz mumkin. Samovarning turli xil turlari ham bu yerda ko'rsatilgan. Chinni buyumlar, ya'ni Xitoydan juda ham ko'p, ya'ni ekspozitsiyamizda ham joy olgan edi. Xitoyning chinni buyumlari bezak sifatida olib kelingan, ham foydalanish uchun ham juda ham bir chiroyli bir nimalarimiz bor, namunalarimiz bor. Ularning barchasi ekspozitsiyada saqlanadi. Mana bu kirib kelayotgan xonalarimiz qishki xonalarimiz hisoblangan. Juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan qishki xonalarimizda ham ekspozitsiya tashkil etilgan. Ekspozitsiyamizda o'sha davrdagi qadimgi eksponatlar namunalari, ya'ni turli davrlarga tegishli bo'lgan sopol, chinni va metall buyumlar namunalari ko'rsatilgan. Ya'ni uy interyeri asosiy mana ko'rishimiz mumkin. Belanchak qadimda foydalanilgan turli xil qishki xonalarimizdagi uy interyerini ko'rishingiz mumkin. Qadimda mana shunday ko'rinishdagi uylarda aynan shu oila a'zolari yashashgan. Mana ko'rishimiz mumkin, saqlangan kravat o'sha davrda bo'lgan, zamonaviy mana bunday ko'rinishdagi kravatlar bo'lgan. Mana ko'rishimiz mumkin stol, hamda qadimda saqlangan patifon, mana bunday shamdonlar, hattoki mana qadimda foydalanilgan bunday chilimni ham ko'rishimiz mumkin. Mana chinni buyumlar, Xitoydan keltirilgan buyumlarimizdan qimmatbaho buyumlar, samovarlar, hamda mana bu belanchakni ko'rishimiz mumkin. Belanchakning bilamiz turli xil turlari, ya'ni bu belanchak ko'rinishdagi naqamiz bolalar yotadigan va beshiklarimiz ham bor. Shuni aytmoqchi edim. Bu bilan buni beshik sifatida foydalanishmagan. Yo'q, bu endi
kunduz kuni naqa uchun beshik asosan uxlatish uchun foydalanilgan-ku. Bu aldash uchun bolani naqa qilib, belab, belanchakka o'ynatib o'tirishgan. Asosiy beshiklarda esa belangan. Chet elliklar uchun aynan beshik belash naqasi jarayon juda ham qiziqtiradi ularni. Siz bugun bu holat bizga yoqalib boryapti, xafa bo'lmang. Ha, lekin hozirda juda ham kam kishi foydalanishadi. Agar qishloqlarda qolmagan bo'lsa, shaharlarda yo'q bu narsa. Ha. Endi foydalanadigan oilalar ham bor. Qadimda buvilar bo'lgan xonadonlarda foydalanishadi. Biz yotganmiz besh, lekin men farzandim misol beshga yopmadim, endi bilmadim. Bunaqasi bilan. Xo'p, keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xona mana bu yerdagi yuqoridagi yozuvlar aniq saqlangan, ko'rishingiz mumkin. Mana aynan aytganimizdek, arab yozuvida, forsi tilida uyning qanday ko'rinishda ekanligi mana shunday chiroyli bir ta'rif bilan yozilgan yozuvlarning she'riy misralar bilan ta'riflangan. Bu xonaning ko'rinishi, ob-havosi, ko'rkamligi barchasi mana shunday yozuvlar bilan belgilangan yuqorida. Men ba'zan mana programmani ushlab anaqa qilganim, xuddi bir anavi qiblagohga o'xshatamanda kirganimda keyin aytaman. Qiblagoh emas, lekin ana u ravoqlar bo'lsa kerak. Ha, o'sha. Ravoqlar e'tibor bering, barchasi ravoqlar ko'rinishda, qadimiy ko'rinishdagi uylar mana shunday. Qibla boshqa joylarda bilan qibla bu tomonda. Ha, qibla bu tomonda ekan. Yaxshi bo'lar ekansiz, yaxshi bo'lar ekansiz. Lekin qiblagoh deb o'ylardim-da men kirgandim, savol berdim. Mana bunday ko'rinishdagi nimalar bizning tasavvurimizda qibla ko'rinishi shunday ko'rsatiladi-ku. Shu bo'lsa kerak. Mana bu yozgi ichki hovlimizdagi asosiy xonalarni ko'rib chiqdik. Endi tashqari hovlidagi yana bir ekspozitsiyamizni ko'rishimiz mumkin. Ichki hovlidan tashqariga chiqamiz. Tashqari hovlimizda yana bir ekspozitsiyamiz joy olgan. Fayzullo Xo'jayev o'tirib davlat ishlari bilan shug'ullangan xonalarni ko'rib chiqishimiz mumkin. Asosan mana shu yerda o'tirib publitsistik faoliyatlarni ham yuritganlar bu kishi bilamiz. Siyosatchi ham publitsist, yozuvchi ham bo'lganlar. Mana shunday ishlarni mana shu xonada o'tirib bemalol o'z faoliyatlarini yuritganlar. Mana bu xonamiz qadimda endi Fayzullo Xo'jayevning kabinetlari desak ham bo'ladi. Mana shu yerda o'tirib o'z ish faoliyatlarini yuritganlar, yozuvchi, publitsist olim bo'lganlar bilamiz. Yozuvchilik ishlarini mana shu yerda kabinetda o'zlarining bu stollari saqlangan, haqiqiy stollari. Mana shu yerda o'tirib o'z ish faoliyatlarini yuritganlar. Hozirgi kunda bu yerda savdo sotiq ishlari bilan shug'ullangan matolari, qorako'l teri mahsulotlari, turli xil mana bu yerda ipakdan qilingan iplar, matolarning turli xil turlari, gilamlar, jundan to'qilgan gilamlarning turlari ko'rsatilgan. Ya'ni o'sha nima savdo sotiq bilan shug'ullangan bo'lsalar, ularning barchasi mana shu yerda namuna sifatida ko'rsatilgan. Tippa tomi restavratsiya qilinganmi, shunaqa bo'lganmi? Restavratsiya qilingan, endi bu haqiqiy bunaqa bo'lmagan, qadimda. Boshqacharoq ekan. Tom qismi lekin haqiqiy shuvalgan ham qadimda, o'sha shuvalgan holatda turibdi hali ham. Qadimda anaqa tom, shifir bunaqa narsa bo'lmagan-ku. Yaqindan ko'rsak bu qadimgi pullar namunalari ko'rsatilgan, berilgan. Bu eski shaharda joylashgan bank. Hozirda bu saqlangan-ku, san'at muzeyi hisoblanadi. San'at muzeyining ko'rinishi ko'rsatilgan. Birinchi bank bo'lib ochilgan-ku yer. Uyning o'zida surat tushirilgan. Fayzullo Xo'jayev otalari. Otalari. Hozirgacha ko'p shunday ko'rinishda turibdi hali. Nazira opa, bilasizmi, millat qachon g'ururli bo'ladi? Qachonki o'z tarixini, o'zligini, kimligini bilsa, o'shanda millat haqiqiy millat hisoblanadi-da. Bugun mana sizga rahmat, biz Fayzullo Xo'jayev haqida o'zimizga ancha bir ma'lumotlarga ega bo'ldik va bu narsani davomiyligini bo'lib qolishini xohlardim va savol bilan murojaat qilaman sizga. Bugungi kunda
Sizning fikringizcha, yoshlar Fayzulla aka haqida qancha ma'lumotga ega? Afsuski, ayrim yoshlarimiz Fayzulxo'jayev haqida umuman ma'lumotga ham ega bo'lmasliklari mumkin. Lekin mana shunday ko'rsatuvlardan keyin mana shunday shaxslar, buyuk shaxslar bo'lganligi haqida ma'lumot olib, ularning kimligi jonkuyar, mana shunday vatanparvar inson bo'lganligi haqida ma'lumotni juda ham yaxshi bilib olishsa yaxshi bo'lar edi deb o'ylayman. Rahmat sizga.